Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz yuzni bir tarafi qiyshayib qolishi, yuz nervining falaji haqida bo'ladi. Yuz nervi falajini belgilari. Yuqoridan keladigan bo'lsak, qaysi tarafda zararlangan bo'lsa, shu tarafda qoshni past osilib qolishi agar chap tarafda bo'ladigan bo'lsa va ko'zni yumganda qovoq to'liq yuvilmasligi, ko'zning oqi ko'rinib qolishi, ko'z yoshlanishi va burun qiyshiqliklari to'g'rilanganligi, yuzni asimetriya bo'lib, soq tomonga tortilib ketishi. Og'ziga keladigan bo'lsak, lunjini to'ldirib havo oladigan bo'lsak, falajlangan tarafda lunjini to'ldirib havo ola olmasligi. Ovqat yoki suv ichganda og'zining burchagidan falajlangan tarafdan oqib ketishi kuzatiladi. Va ba'zan quloq atrofida, chakka sohalarida og'riqlar bo'ladi. Nima uchun og'riqlar bo'ladi? Chunki yuz nervi bilan ushoqli nerv parallelni keladi yo'nalishi bo'yicha. Shunda yuz nervining zararlanishi natijasida ushoqli nervni ham qo'zg'aluvchanlik oshirib yuboradi. Shuning hisobiga ba'zan og'riq beradi. Yuz nervi falajiga olib keladigan sabablar birinchi o'rinda virusli kasalliklar, adenoviruslar hisoblanadi va bakterial kasalliklar, quloq yergina kasalliklari, lor kasalliklari hisobiga yuz nervi falajligini beradi. Va bosh miya o'smalari, bosh miya kasalliklari, meningit, meningensefalitlar, ensefalitlar hisobiga, insultlar hisobiga yuz nervi falaji kuzatilishi mumkin. Yuz nervi falajlanishi o'tkir davri 1 soatda 2 kungacha bo'ladi. 2 kunda o'zi polniy belgilarini, simptomatikasini beradi. Va yana yuz nervi yuzga qarab kelayotganda o'tayotgan teshiklarida, kanallarda o'tayotgan kanallarda yuz nervining yag'lanishi hisobiga shishadi va kanalga siqilib qoladi. Nervning ustidan miyelin obolochka o'ralgan bo'ladi. Kak toklarning kabliga o'xshagan ustidan qora o'ralgan rezina bo'ladi. Xuddi shunday nervni ham ustidan miyelin obolochka o'ralgan bo'ladi. Shu yerda shish paydo bo'lib kanallarda siqilib qolganda, agar miyelin obolochkasi faqat zararlanayotgan bo'lsa, miyelopatiya bo'ladigan bo'lsa, bunda nisbatan tuzalishi osonroq, yengilroq bo'ladi. Agar miyelin obolochkasidan o'tib ichkariga nervni o'zini zararlaydigan bo'lsa, aksionopatiya bo'ladigan bo'lsa, bunda tuzalishi qiyinroq va uzoqroq davom etadi. Buni tashxis qo'yish qiyin emas. Davosiga keladigan bo'lsak, birinchi gormonoterapiya, glikokortikoid preparatlar 1-1,5 mg na kilogrammga olinadi. Agar virus hisobiga bo'ladigan bo'lsa, asiklavir 500 mg na kilogrammga olinadi. Agar quloq kasalliklari, yeringli otitlar hisobiga bo'ladigan bo'lsa, antibiotik terapiya qilinadi va shishni qaytaruvchi, shu sohada qon aylanishini yaxshilovchi preparatlar qilinadi. Vitamin B kompleksi va yana yuz mimik mashqlarini o'tkazishimiz mumkin va yuz nervi uchun igla terapiyani o'tkazishimiz mumkin va yana bemorga ko'proq zvachka chaynash yoki sharik shishirishni tavsiya qilamiz. Ya'ni shu yerda mushaklar ko'proq ishlashi hisobiga qon yaxshiroq kelib, yog'lanish prosesini tezroq bartaraf qilish maqsadida. Keyinroq murojaat qilgan bo'lsa, baribir qandaydir defekt, asoratlar qoladi, asimetriya nisbatan saqlanib qoladi. Shunda botuloterapiya qilinadi. Ya'ni botuloterapiyada botulizm toksinini kichkina dozada yuz sohasining ma'lum joylariga inyeksiya qilinib, nisbatan yuzning asimetriyasi to'g'rilanadi. Qisqacha yuz nervi falaji haqida mana shu ma'lumotlarni yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.